Toshkentda o'gay ota o'zining o'gay qizini 5 yil davomida zo'rlab kelgan deya xabar bermoqda O'zbekistondagi sukut saqlama loyihasi. Bu haqda bilgan Zilola, qizlarning onasi, huquqni muhofaza qilish organlariga ariza bilan murojaat qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, qizlarni tinglagach hamma yordam berishni xohlaydi, biroq ertasi kuni bu ishtiyoq negadir so'nib qoladi. Zilola esa bunga sabab qilib sobiq eri, ya'ni zo'ravonlikda ayblangan shaxsning akasi O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslardan birining yordamchisi bo'lib ishlashi bilan bog'liq deb ko'rmoqda. Jinoyat ishi 2025-yil 22 dekabrda ochilgan. Garchi psixologik ekspertiza qizlarning haqiqatni gapirayotganini tasdiqlagan bo'lsa-da, 2026-yil 9-mayda bu ishni qo'zg'atishni rad etishgan. May oyi oxirida Zilola Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti boshlig'i Ashrapovning qabuliga borgan. U ish materiallarini boshqa tumanga o'tkazish va tergovni qayta tiklash bo'yicha topshiriq bergan. Biroq materiallarning bir qismi tushunarsiz sabablarga ko'ra 1 oy davomida topshirilmagan. Faqatgina onaning sa'y-harakatlari tufayli tergov departamentiga takroriy murojaatdan keyingina materiallar o'tkazilgani, shuningdek poligraf, yolg'on detektori ekspertizasini o'tkazish masalasi ham hal qilingani aytilgan. Qizaloqning yaqinlari avval boshdan qo'rquv sababli organlarga o'z vaqtida murojaat qilinmagani vaji bilan 5 yil davomida qizchani zo'rlab kelgan o'gay ota javobgarlikdan qutulib qolishidan xavotirda. Ammo bolaligi o'ziga ota kabi g'amxo'rlik qilish kerak bo'lgan inson tomonidan poymol qilingan qizaloq adolat qaror topishiga hamon umid qilmoqda. Va uydaligimda men uning qurboni edim, ammo hozir boshqa joyga ko'chib o'tdim. Endi esa u singillarimga zarar yetkazishdan qo'rqaman. Menga qilgan ishlari, torttirgan barcha azoblari uchun uning jazolanishini xohlayman degan qizaloq tergov davomida. Ana endi savol, kuch rostdan ham Amir Temur bobomiz aytgani kabi adolatdami yoki pul, mansab, tanish bilish kabi aloqalardami? Har birimiz adolat qaror topishiga yordam bera olamiz. Rasmiylarni belgilashni va ulardan rasmiy izoh hamda adolat talab qilishni unutmang.